Assalamu alaikum to'rdoshlar. Bugungi so'zlagan so'zim bu namoyishim bilan munosabatsiz, lekin shunda xo'shallik bilan so'zlay deb o'yladim. Chunki Uyg'urga kuyinsak, o'rnidan turg'izayli. Bir qancha haftalar ilgari biz yordamda bo'lib qilayotgan shu xonim qizlar cho'qim ishlash kerak degan temaga ovoz qo'shib, o'zi xalab mashinchilikda xabari varlar yoki xabari yo'qlar ishlagan yoki mashinalarni ep berdigan kiyim tikish mashinasini shundoq ishlarni qilgandik. Necha kundan beri ish elib turib turklarga chash lentasi kiyimlarning u yer bu yerga burjaklarini tikib munchik sonda o'tkazsa munchik bo'l deb turib shu ishni qilayotgan bir qancha qarindoshlarimiz ayrim xonamda so'zlashib rahmat mehnat bilan ishlasakmi uningdan oshirib jon boqolayotganmiz ham yuzimiz yo'riqildi ekan deb turib shunday yaxshi so'zlarni qoldiribdi. Ba'zilari shu pulni ashlarga ivatib berganlarniki har birisiga ayrim ovozini yo'tkab shu talonlari bilan ivatib xabarlantirdim. Ashlar bilan munosabatliklarnikini. Hamda bu ovozlarni bu yerga qo'ymayman, lekin jiqlarga shuni demoqchimanki, Uyg'ur o'rnidan tura oladi. Faqat keynidan haydashchilik qilgan yoki bir fursatlarni yaratib berishga ehtiyoji bor ekan. Tirishib qilinglar, kamp yo'gaydigan yoki u bo'lanikin to'rga chiqarib qo'yapman. Uyg'ur yetib oldigan millat emasdi, lekin kunib o'g'rilikqa ko'ndirguchilar bo'lsa ko'nib qoladi odam degan. Ko'nmisiz qop ketsiz. Hamda mana bu yildan boshlab hargiz qo'limizni sunmaymiz deb turib shunda va'da berganlar bor, tirishayotganlar bor, boshqa yerdagilar yordamda bo'lib, mundaq qilsanglar bo'ladi, undaq qilsanglar bo'ladi, yetakchilik qilayotganlar bor. Shularning hammasiga rahmatimni aytaman. Uyg'ur vatanda ezilyotdi, vatanning sirtida emas. Vatanning ichidagilar Xitoyning tomir topinining ostida, vatanning sirtidagilar emas. Siz bütün dünyaya tilamchi bo'lib, tilamchi salohiyatingiz bilan ko'rinsangiz, Uyg'urga yordam qiladigan odamlarning hammasi mushlarni qo'sqinilib boqadigan ishgan deydi. Sizning maqsadingiz nima edi? Tuproq, zamin edi, vatan edi. Uni unutilib qolmang. Ash tuproqda sizning ota-onangiz bor, qarindoshlaringiz bor, do'stlaringiz bor. Agar buni unutib qolsak, shu qo'saq baxtli millatga aylanib qolamiz. Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayotdi. Erkiy qirg'inchilik uchragan millat zamin deb chiqadi. Rahmat sizlarga.